Yeni kelganlarning ko'nglini ayimiz tixi. Ko'nilning ko'nglini ayimiz tixi. Buning ichida gumpus yuqurli va ordida yuqori mansab tutqanli va tigi taktidan yanchiqchili va masalan kunduz chashqini beyshin degandek. Maxsus rushu do'cha qildiganli va shuning uchun buni o'rinni qanday qilish bir masalasi kelgan chaqda. Sunjang qarashda nait ishni oson hal qilgandek bir fikrni o'tirib qo'ygan bilan yanalam o'zining sunjangligini qildi. Sunjang o'tirib chiqib nima deydi? Ag'a, aqlsiz iningizchi bo'lgan chaqda mundaq bo'lsin deydi. Men tog' turog'iga chiqishdan burun ba azimatlar o'ng tarafda o'ltasin deydi. Men bilan tog' turog'iga chiqqan, mendan keyin men bilan chiqqan azimatlar sol tarafda o'ltasqanda. Biz keyincha har bir azimatning Yangshanga qo'shgan to'kisi ko'rsatgan xizmati bilan ondan keyin o'rin tizsaq deydi. Demak, bala diqqat qildi. 108 palvonniki 36si Tianshanshin deydi. Osmon deydi. Osmon yulduzi deydi. 36si. 72si Tishashin deydi. Yer yulduzi deydi. Demek muşu 108 palvon 36'si attık mağıdıgan uruşku mağsa 72'si piyade mağıdıgan tüzüm inek balla bu yerde elağini boğunumuz bilen çoğun apturda arak çoğun kazan göşüğünümüz bilen arı inek bu kaçan kış çoğgay ulup Sunjang atıman boğan dinkinki payvi sanını belgileydi. Onun aldı da Sunjang kanda kıldı. Burun kıl on tarafta mendinki men bilen çıkan sol tarafta dedi. Çoğgay oylanmaylı maqul qini aştaq oltırlı dedi. Ben eğer çoğgayının orada olsam da oltırıp pekip mening pişanemdim tәчкілі. On taraf şunda qarşı özü bilen çıqqan adam 15'ni aşmagan burunqısı. Sol taraf qarşı Sunjang bilen çıqqan adam 40. Bu çağda 70 getiyordu, 108 getmegen. Demek birinci qoluğa adamda besim bada bu yerda. Men birinci qol. Men bilen çıqqan adam mening adamim degan gap 10 netçe. Sen ikinci qol senin adamın 40 netçe. Bol deymiz. Çoğgay manga o'xshash ortiq qo'yilmagan bo'lishi mumkin, diqqat qilmagan bo'lishi mumkin. Lekin ishning rivojlanishi bilan bu ishni aytdi. Uch oshkor bo'lmadi. Masalan, To'xo voqeasi deb bir qismi bor. Bir To'xoning tergan majrosi deb.